Bir yigit aytadi. Uyimda o'tinlar jamlanib qolgan ekan, o'zimga yoqmadi. Shuni yoqish uchun tayyor qilib qo'yish kerak. 2 bo'laklab yoki ba'zi birini 4 bo'laklab chiroyli holatga keltirishlik kerak. Shu yoqmayapti menga. Bir ishchi yonlayman, shu meni o'tinlarimni 2 ga bo'lib biz yondiradigan pechkaga bo'ladimi yoki o'tinga bo'ladimi, chiroyli qilib bersin deb birovdan telefon raqam oldim. Shu odam o'tinlarni chiroyli qilib maydalab, chiroyli qilib beradi. Narxi ham uncha qimmat emas, dedilar. U bilan bog'landim. Ertaga keladigan bo'ldi deydi. Telefonda gaplashganimda bir qariroq odamning ovozi. Men o'yladimki, endi telefonda odamning ovozi har xil tuyuladi. Qari odamniki yosh odamniki qari odamday yoki kasal odamniki ozgina qalinroq ovoz chiqishligi mumkin. Aytilgan vaqtda keldi, qarasam haqiqatda qarigan shol. Go'yoki ko'zim oldida boltasini, o'tin yoradigan boltani zo'rg'a ko'taradiganday. Meni o'tinlarim ko'p. Men o'yladim, bu o'zi zo'rg'a boltasini ko'taryapti-ku. O'tinni qanday yorsa kerak bu? Shu ham bo'lar ekanda. Mayli. Yoshi kattaroq bo'lsa, qila olmasa ham, epla olmasa ham, kun bo'yi urinib yarmini qilsa ham mayli, o'sha pulni beraman, qarigan chol uchun mayli, qolgani ehson, dedim, deydi. Subhanalloh. Keldi. Oldida choy etib qo'ydim. Men bilan bemalol bir yana yarim soat suhbatlashdi. Men ichimni xavotir bosdi. Bu vaqtni o'tkazyapti, ishni qachon qilsa kerak? Va endi ishlaymiz dedi. Men ham o'z ishimga bordim. U borardi. O'tin kesib qo'yilgan o'tinni bu yoqdan qarardi, keyin orqasidan qarardi. Yon atrofidan 4 tomonidan qarardi-da, bir joyiga qo'yib, bolta bilan ohista bitta urarda 2 ga bo'linardi. Ikkinchi o'tinni ham xuddi shunday qilardi. Olardi, 2 chetini qarardi, qo'yardi, joyiga qo'yardi, to'g'irlardi, ozgina yonroq qo'yardi, bitta urardi, bittaga 2 ga bo'linardi u. Men ishimni tashlab uni kuzatdim. Shuncha o'tinlardan birortasini boltasini 2 marta urganini ko'rmadim. Bitta urardi, 2 bo'lakka bo'linardi u. Subhanalloh dedim. Hozirku bu boltasini zo'rg'a ko'tarib yurayotgan qari chol edi bu. Lekin boltani uradi. Bolta urilgandan keyin teng 2 ga bo'linadi o'tin deydi. Qarab turdim. Bir pasda men uchun ko'zimga katta ko'ringan o'tinlar to'dasini bir pasda 2 bo'lakka tashlab hammasini bo'ldi. Men unga hayron qoldim va bir o'tinni 2 marta urganini ko'rmadim deydi. Ishini bo'ldi. Va'dalashgan pulni men unga berdim. Ovqatlandik, dildan suhbatlashdik va unga aytdim, otaxon, sizga bir savolim bor. Xo'p. Siz o'tinni u yog'iga, bu yog'iga, orqa oldiniga qaraysiz, qo'yasiz, to'g'rilaysiz, bittaga urasiz, biror bir o'tinni 2 marta urganingizni men ko'rmadim. Buni siri nimada? Bu muvaffaqiyatning siri nimada? Deganda otaxon kulib yubordi. Endi meni yarim kun ishlatib, o'tinlaringni maydalattirib, butun umr o'rgangan ilmimni men bittaga senga aytib yuborishim kerakmi dedi. Xo'p, nima qilay unda desa? Hozir bergan pulingni 10 barobarini berasan, keyin aytaman dedi. Mayli dedim. Bu otaxonda bir gap bor dedimda, pul bor dedik bizda. Mayli berdim dedim. Mana 10 barobarini yana sanab berdim. Ayting dedi. Bu odam otaxon savol berdilar. Sen qaysi kasb egasisan dedilar. U aytdi, men jarrohman, men tabibman dedi. Xirurgman dedi. Xo'p dedilar. Senga meni bir savolim bor. Sen jarroh xirurg bo'lsan, sen tushlaringda odamlarni bir joyini yirtib, tikib, operatsiya qilib chiqasanmi dedilar. U aytdimki, yo'q.
sen bir xayol sursang, xayolingda bir odamni bir joyi sinsa, o'sha joyni to'g'rilab, bir joylarni tikib, bir joylarni shifo davolash xayolingga keladimi? U aytdiki, yo'q. Men ishxonaga qanday sen ishing? Men 9 da ishga boraman, o'tiraman kasalxonaga. Tabib kelsa, biror bir bemor kelsa, unga yordam berishlik kerakmi? Uni bir joyi og'rigan bo'lsa, davolash kerakmi? Bir joyini tikish kerakmi? Shu kasalxonada ish vaqtimda nima holat bo'lsa, shu ishni qilamiz. Bo'ldi, uyga qaytamiz. Undan keyin uni xayoli, tashvishi bizda yo'q dedi. Otaxon nima dedi? Unday bo'lsa sen kasbingni o'zgartir. Sen bu kasbni asl egasi emassan dedi. Nima uchun dedi u? Men bu uchun 7 yil o'qiganman. Zamonasida 11 yil o'qitishgan. Hozir 4-5 yil o'qishyapti. Tabib bo'lishlik uchun, doktor bo'lishlik uchun. Yo'q dedi, sen kasbingni boshqaga o'zgartir. Bu kasbning egasi emassan dedi. Nima uchun dedim otaxonga qarab. Men xayolimda ham o'tin yorib chiqaman. Uxlasam o'tin yorish tushimga ham kiradi. Bo'sh qolsam o'tin yoraman va o'rganaman, izlanaman dedi. Toyinki bir narsa xayolingizga ham kirib, tushlaringizga ham kirib, uni mukammal bajarishlik yo'lini topmasangiz, siz u kasbni mutaxassis emassiz, siz kasbingizni o'zgartiring dedi. Men dedi, shu ishni to ustasi bo'lgunimcha mana shu jarayonni bosib o'tganman dedi. Shuning uchun haqqoniy darajada men birorta o'tinni 2 marta boltam bilan urmayman. Bitta urganimda 2 ga bo'linadi u dedi. Subhanalloh. Biz nima uchun bu gapni aytyapmiz? Birodar, ibodat qilmoqchimisiz yoki ishlamoqchimisiz? Birodar, qoillating. Yarim yo'lda qolib ketmang. Yo uni mukammal cho'qqiga yetkazing, yo birodar yo'ldan qayting, boshqa bir kasb bo'ladimi, boshqa bir yo'l bo'ladimi? Birodar, shuni tanlang. Alloh taolo shunda har bir bandaga mutaxassislik qobiliyatini, yaxshilik qobiliyatini Alloh beradi. Birodar, Allohdan so'rang. Demak, shu kasbni, demak ibodat qilmoqchimisiz? Zo'r ibodat qilishingizni Allohdan so'rang. Bir kasb egasimisiz? O'sha kasbni katta mutaxassisi bo'lishligini Allohdan so'rang. Izlaning, harakat qiling, Allohdan so'rang, ilm o'rganing va inshaalloh harakatda bardavom bo'ling. Alloh sizga beradi inshaalloh. Mana shunda Alloh taoloning o'zi har birimizga fazilat, yaxshilik, barakotlarni Alloh taoloning o'zi taqdir qilib, insonlarga zulmsiz, kina qudratsiz Alloh taoloning o'zi yaxshiliklarga buzuvsizni inshaalloh taqdir qiladi. Va bugungi kunda har bir masalada birodar halol bo'ling. Mu'minlar mana shu holatni o'zlariga shior qilib olishliklari kerak. Bugungi kunda yolg'on aytsak ham bo'ladi. Birovni aldasak ham bo'ladi bugun. Birovni aldasak ham bo'ladi. Lekin bugungi kunda Alloh taoloning o'zi fazl aylasin. Bugun insonlarni ko'ramiz. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Bu gapni aytish menga og'ir. İnsonlarni ko'ramiz. Ular oldida biz domla bo'lib, shu meni o'rnimga bir domla bo'lsa kerak, bo'lsa yaxshi bo'lardi. Taqvosi mendan yaxshiroq, iymoni, ilmi mendan yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Lekin Alloh taoloning o'zi fazl aylasin. Ba'zi birovlarni ko'ramiz, birodar. Bularni hammasi umumiy ravishda olganda, bularni hammasi ko'zbo'yamachilik, birodar. Jaloliddin Rumiy aytadilar. Bu gapni biz ko'p aytganmiz. Birodar, sen o'zing qanday? Sen qanday bo'lsang, bizni qandayligimizni kim biladi? O'zimizdan boshqasi bilmaydi, birodar. Men sizni qandayligingizni bilishim mumkin. Bir safarga chiqib yoki bir siz bilan tijorat qilib bilishligim mumkin. Uni ham qaysidir joylarini, birodar, insonni o'zi juda yaxshi biladi. Alloh biladi va insonni o'zini biladi. Tamom.
Mukammal biladigani shu. Birodaringiz, hatto ayolingiz ham sizni qandayligingizni, qaysidir joylarini bilishligi mumkin, lekin to'liq bilmaydi. Shuning uchun aytadilar, siz o'zingiz qanday bo'lsangiz, shunday ko'rining, birodar. Siz qanday ko'rinsangiz, shunday bo'ling. Siz o'zingizni taqvodor ko'rsatyapsizmi? Ibodatli mu'min ko'rsatyapsizmi? Endi demak, birodar, mu'min bo'ling. Mu'min bo'ling, aldamang. Ko'z bo'yamachilik qilmang. Birodar, makr qilmang. Allohu xoyrul makirin. Siz bugun meni, bugun birodaringizni, bugun buni, bugun uni, bugun farzandingiz, ayolingiz, do'stingiz, sherigingizni aldarsiz. Makr qilarsiz. Birodar, bir narsa esingizdan chiqmas. Allohu xoyrul makirin. Alloh makr qilguvchilarning eng ustasi. Alloh sizni shunday o'rab makr qilib qo'yadiki, o'zingiz qaysi joyga borganingizni bilmaysiz, birodar. Alloh taoloning o'zi shuning uchun fazl aylasin. Bugungi kunda shunday makr qilyapmiz. Shunday o'zimizni katta tutyapmiz. Shunday bugungi kunda biz o'zimizdan kimdir yasab olganmiz, birodar. Birodar, rahmli bo'ling. Ochiq ko'ngil bo'ling. Allohdan fazl so'rang, birodar.